Bo'ldi, men homiladorman deb yotib olib, kuni bilan Instagramda reels scrollab o'tiradigan homilador qizlarimiz juda ham ko'p. Lekin aynan telefonni ekraniga qarab ko'p vaqtni o'tkazish homilaga salbiy ta'sir qilishini bilasizmi? Ko'pchilik buni oddiy holat deb bilishadi, lekin aslida kuni bilan ekranga ko'p qarash sizda stress, bosh og'rig'i hamda uyqusizlikka sabab bo'lishi mumkinligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Onadagi stress hamda uyqusizlik homilani rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ayniqsa uning nerv asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uzoq vaqt telefon ekraniga qarab, qimirlamasdan bitta pozada o'tirish onaning, ya'ni homilador ayolning organizmida qon aylanishini buzilishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida kelajak farzandingizning qon aylanishiga, yurak rivojlanishiga hamda immunitetiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekan, go'zal homilador qizlarimiz va bo'lajak onajonlarimiz homiladorlik davrida telefondan maksimal tarzda kamroq foydalaning. Bu esa ayniqsa sizning vujudingizdagi jajji mittivoyni sog'lom rivojlanish uchun muhim hisoblanadi.